Assalomu alaykum tikuvchi va tikuvchilikka qiziqadigan insonlar. 2025-yil 11-aprel sanasidan sizlarni barcha tikuv mashinalari narxi bilan tanishtiraman. Endi bizdan naqd pulga emas, faqatgina muddatli to'lovga ham mashina ham tikilishingiz mumkin. Bunga birinchi bo'lib asosiy shartimiz siz Andijon viloyatidan bo'lishingiz shart. Boshqa ma'lumotlarga pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Sotuvimizda Bruska 5 mashinamiz kelgan, holatlari ideal. Mana pastlarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni narxi $220. Jack F4'imiz holatlari o'rtacha, narxi $200. Bu yerda Jack chiskali averloyimiz bor, holatlari o'rtacha, 2 yilgacha garantiya beramiz, narxi $255. Polniy avtomat Jack averloyimiz narxi $300. Bu yerda 5 pli Jackimiz bor, buni narxi $230. Bu yerda arzonchiroq King averloyimiz bor, holatlari o'rtacha, narxi $140. Bu yerda deyarli yangi holatda bo'lgan Bayo JT180, bu original emas, birga bir qilib ishlangan. Buni narxi $190. Jamesy to'g'richakimiz narxi $200, yangi ko'rikka. Jack averloyimiz yangi ko'rikka, ishlashlari hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Narxi arzonchiroq averloy. Narxi $235 dan yangi ko'rikka, 3 yil kafolat. Jack to'g'richakimiz $200 dan yangi ko'rikka. Jack chiskali to'g'richakimiz narxi $240. Jaxi polniy avtomat to'g'richak narxi $280. Jaxi polniy avtomat to'g'richak, bu 9 soat chokilgan. Buni narxi qimmatroq. Bunisiga qaraganda buni narxi esa $320 qilib beramiz. Bu yerda Baoyu yangi ko'rikka to'g'richakimiz bor. Buni narxi $200. Ruyang averloyimiz yangi ko'rikka, narxi $300. Brus 708 averloy, narxi $220. Holatlari ideal. Brus chiskali averloyimiz, buni choklanmani ko'rishingiz mumkin. Arzonchiroq chiskali averloy so'raganlar uchun holatlari yaxshi holatda. Buni narxi $240 qilib beramiz. Arzonchiroq to'g'richak so'raganlar uchun narxi $140 dan qilib beramiz. Jamesy averloy narxi $155. Mayk qulog'ida. R5 ta averloyimiz polniy avtomat. Buni narxi $350. Jackga to'g'richakimiz arzonchiroq sifatli to'g'richak, narxi $215. Jackga averloy narxi $245. Bular ikkosi yangi ko'rikkadan o'zingizlar oldinglarda pachkadan ochib beramiz. Sunsir averloyimiz Y1 model $360 narxi, yangi ko'rikka. Sunsir R5 model polniy avtomat averloy narxi $580. Sunsir avtomat tugma narxi $780. Jacki rashmamiz Mayk motor, holatlari ideal. Buni narxi $170. Polniy avtomat to'g'richak sensorli рабочий holatda, narxi $240. Jacki polniy avtomat averloy narxi $420. Jacki chiskali to'g'richakimiz narxi $300. Yangi ko'rikka. Britex yangi ko'rikka to'g'richak narxi $210. Makin yangi ko'rikka to'g'richak narxi $210. Jamesy yaxshi holatda averloy. Pastlarni ko'rishingiz mumkin. 1 yilgacha kafolatini beramiz. Dastlabki xizmatlari ham mavjud. Narxi $200. Jamesy osma magnit averloy, holatlari yaxshi, tikishlarda hech qanaqa muammo yo'q. Narxi $135. Rashmamiz $180. Shakashli demoqchi edim, uzr do'stlar.
Jack Atorimiz narxi $250. Jamesy 2 ninali to'g'irchak narxi $100 katta motor. Bu yerda Jamesy qulog'ida mayk motor. Haberlarimiz holatlar o'rtacha narxi $130. Jackie polniy avtomat to'g'irchakimiz narxi $150.